Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar. Ruxsor telekanalida O'ylaysa top ko'rsatuvining navbatdagi soni yana e'tiboringiz markazida. Kuzatib borayotganingizdek, bizning dasturimiz bir qator manzillarga tashrif buyurishda davom etmoqda. Demak, siz tayyor bo'lsangiz, yana yangi dasturimizni boshladik. Sizga qiziqarli tez aytish aytaman. Aytasiz, hamkorimizdan so'g'ib yutib olasiz, bo'ladimi? Yo'q. Hadi sinab ko'rasiz. Boshladik. O'z tez aytishni aytib turasizmi? Yo'q. Nima aytmagan? Yo'q. Endi bizda hali eksperiment ko'rasiz. Tayyorsiz-a? Boshladik. Siz bizning chegarachilarizdagilerdamisiz, dengchi? Siz bizning chegara. Boshqacharoq unda. Keling. Mantiqiy savol beraman unda sizga. Xonada mana 7 ta sham yonib turibdi ekan. Undan 3 tasini o'chirib qo'ydik. Qolgan savol, nechta sham qoladi qolgan? 4 ta. Nega? 3 3 tani o'chirib qo'ysak, qanaqasiga 4 ta qoladi? Aniq javobingiz? Necha yoshsiz? 22. 10 yil oldin tug'ilganingizda hozir necha yosh bo'lardingiz? 10 yil oldin. 12 yosh. 10 yosh bo'lardi. 10 yil oldin tug'ilgan, hozir 10 yosh bo'ladi. To'g'rimi? Yo'q. Boshladik unda. Siz bizning chegarachilarimizdagilardamisiz, dengchi? Siz bizning chegarachilarimizdanmisiz? Siz bizning chegarachilarimizdagilardamisiz? Siz bizning chegarachilarimizdangi bo'lib keting. Mayli, keling unda sizga mantiqiy savol, qiziqarli savol beraman unda sizga. Xonada 7 ta sham yonib turgandi. Undan 3 tasini o'chirib chiqib ketdingiz. Savol: xonada 1 soatdan keyin nechta sham qoladi? 1 soatdan keyin hammasi yonib ketadi. Qolgani ham. Qolmaydi sham. Qolmaydi. 3 ta qoladi. U ham 1 soatdan keyin yonib tugatdi. Ya 3 ta shamni o'chirib chiqib ketdingiz-ku. Ha. Bag'da 4 ta qoladi-ku. Yonmagani. Bittasi qolyapti shunda. 3 ta. Xonada 7 ta sham bor edi. Undan 3 tasini o'chirib chiqib ketdingiz. Keling, mayli, sizga yana bitta imkoniyat qilib beraman. Daraxtning shoxida qarg'a bor. Qarg'ani qo'rqitib yubormasdan shoxni arralash kerak. Buning uchun nima qilish kerak? Qarg'ani uxlatib turish kerak-da. Qarg'a o'zi turibdi, uni cho'chitib yubormasdan shoxni kesib olish kerak. Nima qilasiz buning uchun? Ha, deyapman endi. Sekin arralaveradi-da. Variantlar bormi? Yo'q ekan variantlari. Bu narsani odamga 2 marotaba beriladi. Uchinchisida esa sotib oladi. U nima? Uchinchisida Bu narsa odamga 2 marotaba berilar ekan. 2 marotaba bo'lar ekan bu narsa. To'g'ri olmas ekanman. O'zim tan olaveray. Necha yoshsiz? 41. 10 yil oldin tug'ilganingizda hozir necha yosh bo'lardingiz? 10 yil oldin. Menimcha 10 yosh bo'lsa kerak. Aniq. Yo'q. Mana bu qarshilar sizga. Mana tasha qarshi ketyapti joyga, hayron bo'lmaysizlar. Bizning hamkorimiz Turon kamera tomonidan mana bu to'plam sizga ishtirok uchun rahmat. Qoraqalpog'istonliklarnikidaligimizdan dengchi? Qoraqalpog'istonliklarnikidaligimizdan nima? Boshqacharoq sizga unda. Siz bizning chegarachilarimizdagilardamisiz? Siz bizning chegaradaliglarimizda bo'ladi. Mayli, unda boshqacharoq. Pochtachi ishdan bo'shasa-chi? Pochtasi. To'xtab turing, birinchi nima qilayotgan? Pochtachi ishdan bo'shasa-chi? Pochtachi ishdan bo'shasa-chi? Pochtachi ishdan bo'shasa-chi? Pochtachi ishdan bo'shasa-chi? Bo'ldi. Mayli, sizga imkoniyat berib bitta mantiqiy savol beraman. Qiziqarli savol. Savolimga to'g'ri javob topsangiz so'g'ib yutib olasiz. Bo'ladimi? Boshladik. Birinchi va so'nggi savolim. Shoh vaziriga nok, olma, anor olib keldi, buyruq berdi. Vazir esa faqatgina bitta olma olib keldi. Lekin shoh 3 xil meva nomini aytgandi. Savol nega? Mantiqiy dedingiz. Anor olib kelsa kerak. Bilmadim. To'g'ri javob nok, olma, anor olib keldi degan. Tushunarli bo'ldi? Nokni olma, anor olib keldi deganda. Mayli, sizga yana bitta imkoniyat. Hozir bitta yaqin dugonangizga telefon qilasiz. Qo'ng'iroq qilasizda, o'zi yaxshi ko'radigan qo'shig'ini aytib berish kerak bo'ladi. O'rta, seni bitta ishim bor edi. Sen yaxshi ko'rgan qo'shig'ingni bitta aytib bersang. Qani o'qishda aytgan qo'shig'ingni aytib bersang. Munisa Rizayevanikini. Hozir zarur qoldi. Katta.
4 qator. Hozirmi? Ha, hozir. Ha, zarur. Zarur qoldi. Ko'rsatamanmi? Aytib bering bu. Hali Misr Zayvani ota-onam degan qo'shig'ini aytuvding, rosa chiroyli chiqdi. Ko'chadaman do'stlar. 4 qator aytdi. Chekkaroq qoldi. Otam uchun zarur qoldi. Hozir bir chekkaroq ko'chadaman. Meni bu dunyodagi baxtim otam-u Sherifkamdan iymon taxtim fayzli koshonam. Bo'ldimi? Bo'ldi, rahmat. Bo'ladimi? Xo'p, rahmat ota, keyin telefon qilaman. Aytib berganlari uchun bizni hamkorimiz Delfin Parashyutadi mana bu to'plam sizga. Ishtirok uchun rahmat. Mana dugonangizni qo'shiq aytib bergani uchun siz g'olib bo'ldingiz. Siz bizning chegarachilarizdagilerdamisiz dengchi bitta. Bizni chegara ishlarimizdanmisiz? Siz bizning chegarachilarizdagilerdamisiz? Siz bizni chegara ishlarimizdanlardanmisiz? Qoraqalpog'istonliklarnikidaligimizdaligidanmi dengchi? Qoraqalpog'istonnikilarnikidanmisiz? Dam bo'lib ketdi-yu. Mayli, sizga bitta va so'nggi imkoniyatingiz. Necha yoshsiz? Nechiga berasiz? To'g'risi odamlarga yoshim deb chamalab ayta olmayman lekin. 40 yosh. 40 yosh. Xo'p, 10 yil oldin tug'ilganingizda hozir necha yosh bo'lardingiz? 18 yosh. 10 yil oldin tug'ilganimda 10 yil oldin 30 yosh. Necha? 10 yosh bo'lardingiz. 10 yosh bo'ladimi? To'g'ri aytyapmanmi? To'g'ri aytganing. 10 yil oldin tug'ilganingizda hozir 10 yosh bo'lasizda. Keling, mayli, sizga yana imkoniyat beray. Qayerdansiz? Kirgilidan. Rossiyada 1-o'rinda, Fransiyada 2-o'rinda, Qirg'izda 3-o'rinda turar ekan. Qirg'izda 3-o'rinda. Gulin. Qirg'izda 3-o'rinda. Siz bizning chegarachilarimizdagilardanmisiz dengchi? Siz bizim chegarachilarimizdanmisiz? Siz bizning chegarachilarimizdagilardanmisiz? Siz bizni chegarachilarimizdanmisiz? Boshqacharog'i. Non yasashasizmi, shola sanashasizmi deb 7 marotaba ayting. Sizmi shola sanashasizmi? Non yasashasizmi, shola sanashasizmi? Chuqur nafas oling. Tayyorsiz, a? Chuqur nafas oling. Boshladik. Non Non yasashasizmi, shola sanashasizmi? Non yasashasizmi, shola sanashasizmi? Non ikkita. Aytolmadim. Mayli, unda mantiqiy savol sizga. Xonada 7 ta sham yonib turganda, undan 3 tasini kirib o'chirib chiqdingiz. 2 kundan keyin xonaga kirsangiz nechta sham qoladi? Sham qolmaydi. O'zi 5 ta qoladi. U ham yonib tugasa kerak. 3 ta sham qoldi. 3 ta qoldi. 3 ta shamni o'chirib chiqib ketdingiz-ku. 3 ta sham qolgandi. To'g'ri. Siz bizning chegarachilarimizdagilardanmisiz deb diqqat bilan aytingchi, bir nafasda bir dona. Siz bizning chegarachilardanmisiz? Qoraqalpog'istonliklarnikidaligimizdaligidanmi dengchi? Yo'q. Mayli, sizga unda mantiqiy savol beraymi unda? Menda bor, senda bor, unda yo'q. U nima? Menda bor, senda bor. Unda yo'q-da. Unda yo'q, u nima? Nima o'zi? Menda bor, senda bor, unda yo'q. Bilmayman. To'g'ri javob E harfi. Yaxshilab o'ylab ko'ring. Qani, javobingizni ayting. Bilmayman. Do'stlar, javobni aytdim, to'g'ri variantda. Menda bor, senda bor, bizda yo'q, u nima? To'g'ri javob E harfi. Yaxshilab o'ylab ko'ring, ayting dedim. Siz bizning chegarachilarimizdagilardanmisiz dengchi? Siz bizning chegara nima? Siz bizning chegarachilarimizdagilardanmisiz? Siz bizning chegarachilardanmiz. Yo'q. Unda osonrog'i sizga. Non yasashasizmi, shola sanashasizmi? 7 marotaba bir nafasda ketdik. Non yasashasizmi, shola nima?
Noyasi tashasiz, sholi yo'q, atalmasa kerak. Pochtachi ishdan bo'shasachi. Pochtachi ishdan bo'shasa, pochtachi ishdan bo'shasa, pochtachi. Ishdan bo'shasachi. Ha, pochtachi ishdan bo'shasachi. Pochtachi ishdan bo'shasachi, pochtachi ishdan bo'shasachi, pochtachi ishdan bo'shasachi, pochtachi ishdan bo'shasachi, pochtachi ishdan bo'shasachi. Voy. Mayli sizga 2 dona qolgandi, ayta olmaysiz, lekin biz hamkorimiz Delfin parashyutlar mana bu to'plam sizga ishtirok uchun rahmat, lekin ancha urinib harakat qilganlar uchun men sovg'ani taqdim etdim. 2 tani unutib yubordik. Rahmat ishtirok uchun, salomat bo'ling. Davom etamiz. Qiynasizmi? Mayli. Qiynab sovg'a beraman. Oq chaynakka goh. Boshqacharog'i. Siz bizning chegarachilarimizdagilardanmisiz? Siz bizning chegarachilarimizdanmisiz? Siz bizning chegarachilarimizdagilardanmisiz? Siz bizning chegarachi. Metda anaqalar chiqadi endi. Bizning chegarachilarimizdanmisiz? Bu tezroq, ha? Siz bizning chegarachilarimizdanmisiz? Aytolmas ekanman uni. Osonroq unda sizga. Doimiy meni an'anam bo'lib qolgan eng osoni, hamma ayta oladi. Qoraqalpog'istonliklarnikidaligimizdagidamidi? Shu osonimi? Shu osonimi? Qoraqalpoq sekinroq aytaylik, Qoraqalpog'iston. Qoraqalpog'istonlik so'rashib ko'raylik. So'g'ib esam kerak emas ekan. Siz bizni chegarachilaridagilardanmisiz? Osonroq sizga mantiqiy savol beray. Unda tayyorsiz-a? Xonada 7 ta sham bor edi. Undan 3 tasini o'chirib chiqib ketdingiz. Xonadan chiqib ketdingiz tashqariga. 2 kundan keyin yana xonaga kirdingiz. Savol, xonada nechta sham qoladi? 2 kundan keyin o'sha o'chib qolgan bo'ladi hammasi. 3 ta qoladi. Aniq. Birinchi o'chirib qo'yganingiz bo'ladi. 3 ta. Ha. Yo'q, unaqa emas. Uy polni yonib ketgan bo'ladi. Hazil albatta, to'ppa-to'g'ri bizning hamkorimiz Delfin parashyutlarda mana bu to'plam sizga. Siz bizning chegarachilarimizdagilardanmisiz, dengchi? Siz bizning chegarachimiz. Nima dedingiz? Siz bizning chegarachilarimizlardanmisiz? Mayli, osonroq unda sizga. Non yasashasizmi, sholi sanashasizmi? Yoki pochtachi ishdan bo'shasachi, qaysi biri? Pochtachi ishdan bo'shasachi. Tezda aytamanmi? Pochtachi Pochtachi ishdan bo'shasachi. 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 Har birida bittadan nafas olsa. Shunaqa bo'ldi. Mayli, unda sizga osonroq. 10 yil oldin tug'ilganingizda hozir necha yosh bo'lardingiz? 10 yil oldin tug'ilganimdan. Ha, yosh bo'lib olish shekilli, ha? Boshqa savol bering. 10 yil oldin tug'ilganingizda hozir necha yosh bo'lardingiz? Necha berardingiz? Misol uchun men 10 yil oldin tug'ilganimda hozir 10 yosh bo'lardim. Siz 20 yoshsiz unda. To'g'rimi? Har bitta odam 10 yil oldin tug'ilganda hozir 10 yosh bo'lardi. Men necha yosh bo'laman? Yaxshilab o'ylab ko'ring, 10 yil oldin tug'ilsangiz hozir 10 yosh bo'lardingiz. 10 yil oldin tug'iling, yangi chaqaloq bo'lasiz. To'g'ri endi. Rahmat ishtirok uchun. Kechgacha bo'lsa ham hayajon bo'lar ekan. Siz bizning chegarachilar yo'q, aytolmadim. Yaxshilab urinib ko'ring. Salomat bo'ling. Mana aziz teletomoshabinlar, ko'rib turganingizdek, ushbu manzildagi odamlar bizning savollarimizga qo'llaridan kelgancha javoblarni taqdim etishdi va tezakchilarimizni qiziqarli tarzda aytishdi. Ularga jamoamiz tomonidan minnatdorchilik bildirib qolgan holatda ko'rsatuvimizni yakunlaymiz. Aytgancha, ushbu qiziqarli dasturimiz yana qaysi manzillarda bo'lishini istagan bo'lardingiz? Buni maxsus ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda yozib qoldiring. Boshqatdan qalb topib adresdagi. Demak, kelasi payshanba soat 18:00 da sizlar bilan ko'rishguncha omon bo'ling.